Nega o'zbeklar bir-birini quloq urishini bilasizmi? Chunki o'zbeklarda bir-birini ko'ra olmaslik degan narsa juda yuqori. Mabodo birorta yurtdoshi undan qaysidir jihatdan oldinga o'tib ketadigan bo'lsa, nima qilib bo'lsa ham undan oldinga o'tishga harakat qiladi. Yokida qayerdagi so'kishlari, negativ fikrlari bilan uni ruhan sindirmoqchi bo'ladi. Lekin o'ylab ko'ring, nega shu ishini hech boshqa davlat blogerlariga, content makerlariga qila olmaydi? Chunki bular bunga umuman e'tibor berishmaydi. Shuning uchun siz ham nimadir natijalarga erishmoqchi bo'lsangiz, hech kimning so'ziga quloq solmang. So'z isboti bilan deganlaridek, chet el blogerlari yokida content makerlari aktiv tushib ketadigan bo'lsa, shunchaki O'zbekiston bayrog'ini olib chiqib, aktivini ko'tarib ketmoqda va million obunachi to'plamoqda. Lekin biz o'zbekmiz, o'zbekcha kontent qilyapmiz-ku. Shunda ham birlasha olmaymizmi? Agarda gaplarim to'g'ri bo'lsa, obuna bo'lib, kommentariyaga birlashamiz deb yozib keting. O'zbeklarning podeshkasi qanaqa ekanligini ko'rsatib qo'yaylik. Agarda yo'q, o'zbeklar hech qachon birlasha olmaydi desangiz, videoni shunchaki o'tkazib yuboring. Bu gapim o'zbeklarning bayrog'ini